tajribaning zo'ri bo'ldi, mana suv chiqqan. Aynan shu sokinlarimiz biz uchun chiroyli tajriba bo'ldi. Nimaga uni deyapman? Gidrofob surkalgan va hurmatli ustakalar bilan birgalikda ustakalar aytishdi, loy quymasdan gidrofob surkab olaylik. Sababi loy quyilgandan keyin qurish qiyin bo'ladi buni. Shuni hisobiga oldin surkab oldik va tajribaning zo'ri bo'ldi. Mana suv chiqqan, sizib, lekin rastvor yaxshigina suvli bo'ladi. Shuni hisobiga ham chiqishi odatiy hol edi. Lekin ustakam aytishyapti, betiga surkadik. Mana bunday to'rtburchak, ya'ni tikka qismiga ham surkab olsak, xudo xolasa kelajakda shu narsalar kuzatilmaydi. Zo'r tajriba bo'ldi. Lekin mana qaranglar, Ko'ksaroy Rozuviy nisbatan bir xil turibdi akalar. Mana men aytlarda ham nomiga qo'l bor. Men shaxsan o'zim aytaman, deyarli yo'q deb hisoblayman shu namni. Sababi nimaga? Ko'ksaroy Rozuviy terdirgan odam yo teri yurgan ustalar juda yaxshi bilishadi. Ola-bila ikkita suv quyilgandan keyin, rastvor quyilgandan keyin mana shu narsaga yechim topdik, xudo xolasa. Ablok bo'ladimi, Avrora bo'ladimi yoki mana bunday Rozuviy bo'ladimi? Gidrofob surkab yuboringlar loy quyishdan oldin yoki suvoy terish kerak. Biz endi rastvor quyganmiz, shuni hisobiga ham gidrofob surkab yuborganmiz. Xudo xolasa, sementni loyi bormi, yog' bormi, suv bormi, xudo xolasa gidrofob toshga shu narsalarni sindirmaydi va eng muhimi klyonka hozir qilib qolmaydi. Mana bu agent haqida qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna bo'ling va mana shunday boricha arzonlar ko'rish uchun ham albatta obuna bo'lishingizga arziydi, xudo xolasa qo'yishlar mumkin. Juda ham go'zal holatda bityapti. Bu Ko'ksaroy Rozuviyda o'zimiz berganmiz va o'zimizning mahallamizda xonadon.